sotigiga bor yo'g'i 11 ming dollardan so'rashyapti. 12 sotuvlik joyimiz. Fasad uzunligi 30 metr, ichkariga 40 metr ekan. Zo'r ham uy qurib sotaman desangchi, zo'r variant ekanda, bor. Ichkarini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz, qara ketdi. Xonadan kiraverishimiz bo'ladi. Chap tarafda mana uylarimiz bor, yashasa bo'ladi. Bu yoq tarafda ham mana uylar solingan. Hovlini ko'ringlar, kattagina bog'. Oluvchilar uchun ham, sotuvchi uchun ham menimcha qulay narx bo'lyapti. Ya'ni egalar bilan telefonlashib, narxlarni kelishib olsanglar bo'ladi. Bo'lib sotiladigan bo'lsa, mana shu uy tugashdan bo'lib sotib olishar ekan yoq tarafini. Qadrdonim, shu videoni tanishingizga jo'natib qo'ying. Agar siz olmasangiz, balki siz tanishingiz olar, hisobiga ham albatta sherik bo'lasiz. Bitta like bosib qo'yinglar. Uyimizni bo'lib ham sotilar ekan, ya'ni olti sotu qilib ham. Katta ko'chagacha 2 minutlik yo'l ekan. Hammasi maktab, bog'cha, dorixona, apteka hammasi o'sha yo'l yuzida joylashgan ekan. Yo'l yuzigacha bor yo'g'i 200 metr. Bu yerda bog' qilaman desam ham yokida bir imorat quraman desam ham, bir dacha qilib qo'ymasam ham, menimcha zo'r variant bo'ladi. Narxiga stoyt. Yana kelishadigan joyi bor. Narxi 11 ming dollar. Qaranglar. Qiziqqanlar uchun men pastda egan raqamini qoldiraman, telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Dokumentlar hammasi joy-joyida, gaz svetida umuman muammo yo'q. Lokatsiya Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani bo'ladi. Kavodron mahallasi, Zulfiya ko'chasi ekan. Telegram kanalida lokatsiyasi bo'ladi, egalar nomeri bo'ladi. Bemalol telefon qilib, narxlarni kelishib olsanglar bo'ladi. Aloqadamiz.